Mana hoji bolalarimiz, mana hojonalarimiz bilan birgalikda hozir Arafat tog'iga kelib, Arafat tog'ida mana Odam alayhissalom va Momo Havvo onamizning tarixlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hajjil vadoida aytgan va'zlaridan bahramand bo'ldik inshaalloh. Mana Arafat tog'ining tarixidan mana eshitib o'rganishdi. Bu yerda qilinadigan duolar ijobat deyiladi inshaalloh. Mana barcha hojonalarimiz ham duoyi xayrlar bilan bu yerdan mana farzandlarimiz, yaqinlarimiz, qo'ni-qo'shni, barcha o'zbek yurtlarimiz, dunyo musulmonlari haqida bir duoyi xayrlar bilan inshaalloh Arafat tog'ida turib duolar qilishyapti. Alloh duolarni ijobat aylasin. El yurtimizni tinch, osuda qilib, xalqimizni farovon, oilalarimizni mustahkam qilsin. Farzandlarimizni ham, zurriyatlarimizni ham va bizni ko'rib turgan barcha mo'min musulmonlarni ham mana shunday joylarga kelgusi yillarga haj mavsumlarida, haj mabrurlardan bo'lib, haj amallarini bajarib, go'zal holatda ibodatlarni mukammal tarzda bajarib, gunohlardan poklangan holatda ahllariga qaytishlikni nasib aylasin.